Yana o'sha ko'p joyda muammo bo'lgan chiqindilarni o'z vaqtida olib ketish muammosi. Iltimos qilaman hamyurtlarimiz videoga like bosib, kommentariyaga mas'ullarni belgilab, fikrlaringni yozib ketinglar. Foydali bo'lib qolsa, manfaatli bo'lib qolsa. Ushbu murojaatimiz Ekologiya vazirligiga bo'ladi. Shuning uchun sizlardan so'rab qoladik, qo'llab-quvvatlab, Ekologiya vazirligida ishlaydiganlar Ekologiya vazirligini kanallarini belgilab ketsalaring, inshaalloh manfaatli bo'lib qolardi. Bizning joy uchun ham, boshqa joy uchun ham. Hozir video ozgina cho'ziladi, holatni tushuntirib o'taman. Men 4 yildan beri bular bilan nima deydi, vaqtida kelishi bo'yicha ish ko'rishga harakat qilaman. Mas'ul shaxs emasman, lekin aholi sifatida vaqtida kelishlarini so'rab chaqirib, kelinglar, kelyapsizlarmi deb turamiz. Lekin 4 yil ichida ham ular o'rniga tushgan yo'q. Shuning uchun sizlardan so'rab qolamiz, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Mana bugun yana ariza qoldirdik. 3-marta 12:05 chiqindilarni nazorat qilishga ariza qoldirdik, lekin endi umid qilamiz shu safar nazorat qilib o'rniga solib berishlarini. Lekin o'tgan safarlar o'sha safar keldida, keyin yana o'sha holat 2 oydan keyin keldi. Shuning uchun iltimos qilamiz. Ekologiya vazirligi chiqindilarni nazorat qilish bo'lgandan keyin nazorat qilib vaqtida shartnoma bo'yicha kelishini iziga solib berishlaringni so'rab qolamiz. Hokimga olinganimizda biz ularga 15 ta mashina berib qo'yganmiz. Mashina muammo bo'lmasligi kerak deydi. Ular ba'zida mashinani muammo deyshadi. Lekin bu muammo ham mayli. Mashina muammo emas ekan, sababi mashina berib qo'yilgan ekan. Ekologiya vazirligi chiqindilarni nazorat qilishga murojaat qiladigan bo'lsak, bo'ldi hal qilamiz deyshadi, lekin bu narsa hal bo'lmayapti. Menimcha bu muammo faqat bizning Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida emas, boshqa joylarda. Ba'zi qishloqlarda ko'raman, 2 oydan ham oshib ketgan, 15 qop, 20 qop bo'lib ketgan. Bu narsani biz haqqini to'laganimizdan keyin u xususiy bir korxona xolos. Shuning uchun davlat organlaridan iltimos qilardik, shu narsani iziga solib, xalqimiz uchun vaqtida xizmat ko'rsatishlarini ta'minlab berishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. 9-kuni 12:05 ga chiqindilarni nazorat qilishga telefon qilgandik. Holat bo'yicha tushuntirib o'taman. Aloqaga chiqishdi mutaxassislar va shu korxonada, xususiy korxonada ishlaydiganlar aloqaga chiqishdi. Ozgina o'qigilari keldi, nimaga bizga bataqlas aloqaga chiqmaysiz deb. 2 oy bo'lgandan keyin iloji yo'qda, kerak bo'lsa sudga berish kerak. Hozir 12:05 ga aloqaga chiqqanimizda ham yaxshilab so'rab oldik. Tartiblari qanaqa? Sizlarda qanaqa javob beriladi? Nimaga mutaxassis aloqaga chiqmayapti? Biz ko'p marta bog'lansak ham, muddati o'rniga solib berilmayapti desak, bu narsani biz prosta yo'naltirib beruvchimiz xolos deyishdi. Mayli, endi tartib bo'yicha sudga berish kerak bo'lsa, sudga beramiz, lekin hozir endi o'ziga tushiramiz deyishdi. Har safargidek mayli 4-5 kun kutamiz. Keyin boshqa joylarda ham shunaqa holat bo'lsa, birinchi o'rinda 12:05 ga telefon qilib arizangizni qoldirsangiz, ularda portali shu. Ular o'zlari ogohlantirish beradi. Keyin bular shu bo'yicha borib yig'ishtiradi. Keyin sizga aloqaga chiqishganda, portalingizni yovyapmiz deyishganda, yovdirmang. Qachonki yig'ishtirib bo'lasan, keyin yopasan deb turib, qattiq turing. Mana hozir bizning qishlog'imizdan 2 kishi telefon qilganmiz. Qolgan hech kim telefon qilmagan. Sog'lig'ingiz, farzandingiz, oilangiz sog'lig'i o'zingiz uchun kerak. Ular uchun emas. O'shaning uchun siz talab qilishingiz kerak. 10 kundan o'tdimi, davay kelinglar, yig'ishtiringlar. Nimaga? O'sha chiqindilardan qandaydir kasallik kelib chiqadigan bo'lsa, men farzandimni ehtiyot qilishim kerak shu narsalardan. Men pulini to'layapmanmi, vaqtida kelib yig'ishtiringlar deb turib talab qilinishi kerak bo'ladi. Shuning uchun bee'tibor bo'lmanglar bu narsalarga. Chiqindilardan juda qattiq kasalliklar ham kelib chiqadi. Chunki achib bijigandan keyin, ichida har xil bakteriyalar rivojlangandan keyin, farzandingiz yaqinlariga borib o'ynagandan keyin u narsadan bir og'ir kasallik kelib chiqib qolsa, xudo asrasin. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor beringlar. Xodimlar bog'lanib menga jahl qilishganda ham tushuntirib o'tdim. Oilangiz, farzandingiz kasal bo'lsa, sizga yoqadimi yoki sizga shu kerak bo'lsa oilangiz tatidimi? Men shu siz taraf, xalq taraf bo'lib turgan insonga siz menga jahl qilyapsiz. Uni o'rniga iziga tushirishga menga ko'maklashsiz, ko'maklashing, bo'lmasa menga xalaqit bermang dedim. Bo'pti aka deb tushunishdi. Keyin muomala qilib, o'chirib, endi harakat qilamiz, o'rnida kirgizib berishga deyishdi. Endi ko'ramiz, bag'ini.